Hurmatli ota-onalar, hammanglarni Ixlos maktabiga farzandinglarni, navaralarni olib kelishingizni tilab qolaman. Mana hozirgi kunda bizani 2 nafar farzandimiz Ixlos maktabida o'qib ta'lim olib kelmoqda. Bu yerda zamonaviy texnologiya, IT, arab tili va bir qancha tillarga juda mukammal tarzda o'rgatishyapti. Hammaligiga rahmat. Prosta bomba olib kelish kerak, kelajagiga yaxshi nihollarni o'stirib, kelajagimizga, vatanimizga xizmat qiladigan yaxshi farzandlar, vatanni, xalqini sevadigan o'g'lonlarni, qizlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Ixlos School maktabini tanlaganimga sabab eng birinchi navbatda kuchli tarbiya, juda ham chiroyli atmosfera, sog'lom diyetali ovqatlanish odobi, zamonaviy kiyinish madaniyati va hattoki hozirdanoq chet elga chiqish imkoniyatlari shu maktabda bor. Men ishonaman farzandimni shu maktabda juda ham katta yutuqlarga erishishini va albatta o'zi orzu qilgan kasbini yetuk mutaxassis bo'lishini tilakdoshiman va hammaga tavsiya qilaman. Ixlos Schoolga farzandingizni olib kelishingizni.